Tinmas ko'z yoshlar. Raif Jilasun. Yakuniy qism. Mulla Ali jang maydonlarining arsloni, dushmanlarni titratgan ajdar ancha qarib qolgandi. Tohir og'aning xo'jaligida yashayotgandi. Eski do'sti uni bir daqiqa ham yolg'iz qoldirmasdi. Mulla Alining xayoli faqat va faqat Oyishada edi. Oradan yillar o'tganiga qaramay, undan ayrilganiga hech ko'nika olmagandi. Bir kuni kechasi yana "Oyisha, qayerga ketding? Bo'ldi, boshqa yo'qolib qolma" deb sapchib uyqusidan uyg'onib ketdi. Yoniga Tohir og'a yugurib keldi. "Nima bo'ldi, mulla?" "Oyisha bu yerda emas, ammo duo qil, yaqin orada keladi, Xudo xohlasa", deb unga tasalli berishga urindi do'sti. Mulla Ali hali ham "Ahmoqlar, u shu yerda, lekin sizlar uni mendan berkityapsiz. Qani, tez olib keling menga Oyishamni", deb baqirishda davom etardi. O'sha kuni tongda Tohir og'a Xurshiddan bir telegramma oldi. Telegrammada Xurshid Oyishani Suriyada topgani va birgalikda qaytishayotgani yozilgandi. Bu xabar tezda butun ayronchilar qishlog'iga yoyildi. Qishloqda katta bayram boshlanib ketdi. Ammo bu voqeani qanday qilib Mulla Aliga aytishadi? Ancha qarib qolgan Mulla Aliga biror gap bo'lib qolsa-chi? Tohir og'a do'stiga bu xabarni o'zi yetkazadigan bo'ldi. Mulla Alining oldiga kelib sekingina: "Mulla, qadrdon bir qo'shnim tushida Xurshid bilan Oyishani birgalikda qishloqqa kelayotganini ko'ribdi. Eshitib, juda xursand bo'ldim. Sen nima deysan?" dedi. Mulla Ali do'stiga g'alati qarab: "Nimalar deyapsan? Oyisha shu yerda, ammo sizning xabaringiz yo'q. Men doim uni ko'raman, ammo sizga ko'ringisi kelmayapti. Yaqinda sizlarga ham ko'rinib qoladi", dedi. Tohir og'a hech narsa deya olmadi. Mulla Ali ko'ryapman dedimi? Demak, unga ko'rinyapti. Sizlar ham ko'rasiz deganiga qaraganda, Oyishaning kelishiga oz fursat qolgandi. Oradan bir hafta o'tar o'tmas, xo'jalikka qarab kelayotgan bir avtoulov ko'rinishi bilan bir faryod ko'tarildi. "Oyisha keldi! Oyisha! Oyisha keldi!" Ha, nihoyat Oyisha qaytgan edi. Kulayotgandi. Oradan o'tgan shuncha yildan keyin biroz keksaygan, ammo hali hamon go'zal edi. Turg'un, sodda va go'zal. Otasi, onasi butun qishloq atrofini o'rab olishgandi. Oyisha barcha bilan birma-bir quchoqlashdi. Oyisha benomus emasdi, pokiza edi. Sog'ingan qishloq havosidan o'pkasini to'ldirib nafas olganicha bobosi uxlayotgan xona tomon yurib bordi. Xonaning eshigiga keldi. Qaradi. Mulla Ali xayolga cho'mib yotardi. Ustiga yopilgan qalin yopinchiqqa qo'llarini qo'yib, Oyishaning bolalikdagi ko'ylagini ushlab olgandi. Sekingina bobosining oldiga kirdi. Chiroyli ko'zlaridan dona-dona baxt va sevinch yoshlari yanoqlariga oqayotgandi. Qo'lini uzatdi. Oyishaga Allohni, islomni va sabrni o'rgatgan bu keksa odamning oq sochlarini, soqolini silashni istadi. Mulla Alining ko'zlari Oyishaga qadaldi. Biroz qarab turib: "Oyisham, bu tong menga quduqdan suv olib kelmading. Qo'llarimda kuch qolmadi", deb pichirladi. Keyin jim bo'lib qoldi. Oyisha qarshisida turardi. Mulla Ali o'rnidan turmoqchi bo'ldi. Oyishaning ko'ylakchasini tutib turgan qo'llaridan birini uzatdi. Sarob bo'lib chiqishidan, Oyishaning bir onda g'oyib bo'lib qolishidan qo'rqardi. Qo'li Oyishaning sochlariga tega boshlagach, ko'zlariga jon kirdi. Bobo va nabira bir-birlarini shunday quchoqlab olishgan ediki, ularni ko'rgan odamning ko'zlariga yosh kelardi. Shu holatda bir necha daqiqa turib qoldilar. So'ngra: "Ko'rdingizmi do'stlar? Oyisham keldi. Qanday ketgan bo'lsa shunday pokiza bo'lib qaytdi. Unga ishonmaganlar, uni yomonlaganlar uyalsin", deb baqirib yubordi Mulla Ali. Mulla Ali nabirasini o'pib to'ymas, yosh boladek ho'ngrab yig'lardi. Mulla Alining yig'isi biroz kamaygach, tili yechilib ketdi. Bir paytlar Oyishani yomonlaganlarni og'ziga nima kelsa aytib so'kayotgandi. Oyisha bobosiga yolvora boshladi: "Bobojon, iltimos bunday demang. Ularda ayb yo'q. Gazetalarning yozganiga ishonishgan xolos. Insonmiz. Ba'zan soddalik qilib boshqalarning gapiga ishonib qolamiz. Bilasiz, bobojon, yaxshilik ham, yomonlik ham Allohdandir. Biz ilohiy taqdir qarshisida bo'ynimizni egib kutdik, sabr qildik va mukofotini ham ko'rdik. Shukr", dedi.
Mulla Ali yaxshi eshitmaydigan bo'lib qolgandi. Oyshaning gaplarini yarmini tushundi, yarmini yo'q. Ammo tushunmasa ham nabirasidan ko'zlarini ololmayotgandi. Oysham, bir zamonlar Hazrati Oysha onamiz ham tuhmatga uchraganlar. Alloh ularga tuhmat qilganlarni mahv etib, yolg'onlarni yuziga solgandi. Senga ham ayni hayotni ravo ko'rganlar avvali va oxiri uyalib qolishdi. Alloh qanchalar buyukdir, dedi Mulla Ali. So'ngra Mulla Alining nigohi yonlarida turgan Xurshidga tushdi. Xurshid, barmog'ingdagi uzuk qani? Bilasan, u uzukni senga men taqqanman, deb so'radi. Keyin Tohir og'aga yuzlanib, "To'y qachon endi og'a? Qara, qo'l oyoqlarimga birdan kuch keldi. Xumordan chiqib raqs tushkim kelyapti", deb kulib qo'ydi. Tohir og'a qadrdon do'stini quchoqlab, "Tashvishlanma, to'y yaqin. Ikkimiz maza qilib o'ynaymiz." Hijron bilan Tayfur ko'rinmaganidan Oysha hayron bo'ldi. Hijronning o'sha kuni muhim ishi chiqib qolgandi. Kechki payt aniq kelishini bildirgandi. Tayfurning qayerdaligini esa hech kim bilmasdi. 10 kun davom etgan, butun qishloq ahli qatnashgan to'yda Xurshid va Oysha hayot yo'llarini birlashtirdilar. Bu baxtli kunda Oyshaning mehmonlari sifatida Nihatbey, Munavvar xonim, Nesrin, Metin, G'olibbey va uning rafiqasi qatnashdilar. O'tmish qayg'uli va shirin xotiralar bilan ortda qolgandi. So'ngiga chorak qolib. 1979-yil. Mulla Ali anchagina qarib, yurishga ham qiynalib qolgandi, ammo toat ibodatini to'xtatmagandi. Suatbey nafaqaga chiqib, ayronchilar qishlog'iga ko'chib kelgandi. Xurshid bilan Oysha bitta fakultetda o'qituvchi bo'lib ishlayotgan edilar. Hijron kasbida har kuni yangi marralarni zabt etayotgandi. Izmirda o'zining idorasini ochgandi. Tayfurda kechayotgan yoshlik beboshliklaridan xavotirlanayotgan edilar. Gazetalarda har kuni anarxik hodisalar haqida yozilayotgandi. Bir qancha majlis va namoyishlarda chap mushtlarini havoga ko'tarib, turli sabablar bilan sotsializmni targ'ib qilishayotgandi. Xuddi bular kamdek yana ba'zi viloyatlarda Shia-sunniy to'qnashuvlarini uyushtirishga harakat qilishardi. Siyosiy partiyalarning harakatlari esa kundan kunga rivojlanib borayotgan anarxizm qarshisida susayib borardi. Bir qancha joyda so'l tomon vakillari bilan o'ng tomon vakillari hatto bir mahallada yashamas edilar. Qutqarilgan hududlar nomi ostidagi yerlar paydo bo'lgandi. 1-may kelishi bilan barcha odamlar nima qilishini bilmay qolardilar. Eskidan bahor bayrami sifatida qirlarda nishonlanadigan bu kunda so'l taraf vakillari namoyishlar, mitinglar uyushtirishni odat tusiga kiritishni istashardi. Uylar va binolarning peshtoqlarida hovli devorlari, bo'sh bo'lgan har qanday joyga anarxistlar tomonidan targ'ibot lavhalarini o'rnatish odatga aylangandi. Suatbey ba'zan "Bu fojia o'z-o'zidan paydo bo'lmadi. Bu reja ma'lum kishilar tomonidan yillar davomida tayyorlangan. Yoshlar turklik tuyg'usidan va islom axloqidan o'z-o'zidan uzoqlashib ketishmadi", derdi. Suatbey haq edi. Yoshlik so'zi o'z ma'nosini, maktablar maktab bo'lish xususiyatlarini yo'qotgandi. Yoshlar bo'lak-bo'lak bo'lib, turli tuman guruhlarga ajrab ketishgandi. Bir qismi o'zini o'ng taraflilar, boshqasi so'l taraflilar deb atardi. Qisqa fursatda maktablardagi barcha darsxonalarni ostun-ustun qilishar, derazalarni sindirishar, o'qituvchilarga tosh otishar, mashinalarni ag'darib yoki yoqib yuborishar, chap qo'llarini ko'tarib fashizmga la'natlar yog'dirishar, qizil inqilobni olqishlashardi. Fashistlar kimlar edi? So'l tomon bo'lmagan hamma, hatto dindorlar ham. So'ng o'ng-chap g'avg'osi maktablardan chiqib, katta maydonlarga ham yoyilgandi. Do'konlarning eshik derazalari ba'zi yoshlarning xohishlariga ko'ra ochilib yopilar. Banklar osonlik bilan talon-taroj qilinar, yashab qolish omadga bog'liq bo'lib qolgandek edi. Odamlar "Men turkman, men musulmonman" deyishdan cho'chib qolgandilar. Mitinglar, namoyishlar, zarbalar, elektr ta'minotini o'chirib yoqish, do'kon va banklardagi o'g'riliklar, yo'l to'sarliklar, bularning barchasi bir hangomadek bir-biriga ulanib ketaverardi. Ularga bas deya oladiganlar hech birlasha olishmayotgandi. Bu hodisalar xuddi o'z-o'zidan yuzaga kelgandek edi. Otasiz, onasiz. Bu hodisalarni uyushtirganlar bir chekkada og'izlaridan so'laklari oqib, ahvolimizni maza qilib tomosha qilishardi. Tashlagan luqmalarining butunlay yutib yuborilishini kutib o'tirishardi.
1980-yilning ilk oylarida bir kuni kechki oqshomda butun oila Mulla Alining uyida to'planishgan edi. Mulla Ali Tayfurning ham kelishini talab qilgandi. Maqsadi butun oila birgalikda taomlanishlari va suhbatlashib o'tirishlarini ko'rish edi. Tayfur esa oqshom barcha vaqtini ko'chada doktor Rashidbeyning o'g'li Ragib bilan birgalikda so'lchilarning orasida o'tkazishardi. Ovqatdan so'ng suhbat yana aylanib o'sha yoshlar harakatiga borib taqaldi. Hijron. Hayronman. Yoshlarimiz bunday harakatlari bilan kimlarning nog'orasiga o'ynayotganlarini qanday qilib tushunishmayapti. Buni aqlimga sig'dira olmayapman, dedi. Xurshid ham bunday xunrezliklar faqatgina qadimgi Rim va Vizantiya davrida ro'y berganini o'qigandik, dedi. Tayfurga bu mavzu ochilgani yoqmagandi. Xurshidga zarda bilan qarab, menga qarang, pochcha. Yoshlarning butun millat uchun qilayotgan harakatlarini xunrezlik deb atashga haqqingiz yo'q. Siz xunrez deb atagan odamlar orasida men ham borligimni unutmang, dedi. Tayfurning hech uyalmasdan bunday gapirishi Mulla Alini esdan og'diray dedi. O'tirgan joydan, menga qara, men o'tirgan joyda qanday gapiryapsan? Demak, sen ham o'sha sotqinlarning orasidamisan? Men hali o'lmadim. Bu vatanni sizlarga o'xshaganlardan himoyalash, qutqarish uchun necha yillar davomida jang maydonlarida kurashdim. Kerak bo'lsa yana kurashaman. Shuning uchun haddingni bil, deb o'shqirdi. Tayfur bobosining bu gaplaridan yanada asabiylashdi. Ota-onasining jim bo'l ishoralariga ham e'tibor bermasdan, "Bobo, sizni behurmat qilishni istamayman, ammo siz ham bilmagan mavzularingizga aralashmang. Siz yashagan davrlar o'tib ketganiga ancha bo'ldi. Sotsializm, kommunizm haqida nimani ham bilardingizki, bunday gapirasiz", deb baqirdi u ham. Nabirasining bunday gaplaridan so'ng Mulla Alining miyasiga qon quyildi. Ko'zlari olov bo'lib yona boshladi. Yurishga ham qiynalib Tayfurning qarshisiga keldi. "Hoy, ahmoq! Maktablarda stollarni sindirish, davlat mashinalarini yoqish, o'g'rilik qilish, hammaga ziyon yetkazish, o'choqlarni sindirish bilan qurasizlarmi o'sha sog'ingan tuzumingizni? Millatni tinch qo'ymadingiz. Insonligingizdan emas, qoningizdan shubha ostida qolasiz. Qoningizdan", deya o'shqirdi. Keyin qiziga qarab, "Bu ayol mening qizim. Sening onang bo'ladi. Bunday betavfiq farzand tug'ganiga undan ham shubhalanib qoldim", dedi. Tohir og'a va Suat Tayfurning ikki qo'lidan ushlab, qaltis harakat qilishini oldini olib turishgan edi. Bu Mulla Aliga yanada og'ir botdi. Ularga qarab, "Qo'yib yuboring. Nima qilmoqchi bo'lsa, uyalmasdan qilsin. Shuncha yillik Mulla Ali bir kommunist iflosdan qo'rqmaydi. Qo'yib yuboring. Onasining oldida bobosiga quradigan tuzumini tushuntirsin bu dayus", deb baqirdi. So'ngra Mulla Alining qo'li havoga ko'tarildi va chaqmoq chaqqandek bir ovoz eshitildi. Tayfurning yuziga shunday bir tarsaki tushgan ediki, hamma turgan joyda qotib qolgandi. Mulla Alini ortiq ushlab tura olmadilar. U o'zini hovliga urdi. "Ey millat, ey yoshlarni bu qo'yga solganlar, ularga dinni, millatni unuttirganlar, barchangizni jin ursin. Yetishtirgan naslingizni ko'rib faxrlaning, faxrlaning", deb baqirdi. Mulla Ali muvozanatni yo'qotib yerga yiqildi. Yugurib borib uni turg'azmoqchi bo'ldilar, bo'lmadi. Mulla Ali qo'li musht holda ko'zlarida olov bilan ularga qarab turardi, ammo nafas olmayotgan edi. Tohir og'a, Xurshid va Oysha Mulla Alining boshiga cho'kib o'tirib qolishgandi. Tayfur esa bobosidan yegan tarsakidan uchib tushgan joyida ota-onasining qo'llari orasida talmovsiragan holda qarab turardi. Tohir og'a ko'zda yosh bilan Tayfurga qarab, "Afsuslar bo'lsin, afsus. Eng oxirgi omading. Dulum pinarda yengilmagan chinorni yiqitding. Faxrlanishing mumkin. Ammo shuni bilki, bu millat seni va sen kabi sheriklaringni hech qachon kechirmaydi. Bu millatni qutqaradigan necha Mulla Alilar bor hali. Ko'rasizlar, barchangiz ko'rasizlar", deb pichirladi. (1980-yil 12-sentyabr). Ha, oradan ko'p vaqt o'tmagandi. Turk millatining yuragidan bir ovoz chiqdi. Kun sayin Turkiyani anarxiyaning quchog'iga yanada yaqinlashtirib, uni bo'lib parchalashni istaganlarga xalq so'nggi so'zini aytgandi. Bo'ldi, bas.
Endi mamlakatni egasiz deb bilganlarga sichqonning ini 1000 tanga bo'lib qolgandi. Bo'rondan so'ng 1982-yil osoyishtalik. Barcha ishonch bilan maktabga, ishga, do'konga bamayli xotir bora olardi. Banklarni tunash to'xtatilgan. Muazzinlar kunda 5 mahal minoralardan xalqni namozga chaqirayotgandi. Allohu akbar, Allohu akbar. Allohu akbar, Allohu akbar. Ramazon oqshomida Tohir og'aning uyida Xurshid, Suatbey hamda qishloqdagi ba'zi taklif qilinganlar birgalikda iftorlik qilib qahva ichishardi. Ayollar esa boshqa xonada yig'ilishgandi. Anarxiya qo'rquvi, partiyalar urushi endi yo'q edi. Mehmonlardan biri "Shukrlar bo'lsin, shu kunlarga ham yetkazdi. O'sha dahshatli kunlarda qishloqdan ozgina uzoqlashsak, xayolimiz uyda bo'lardi", dedi. Tohir og'a qo'shnisiga kulib javob berdi. "Ha, shu holda davom eta olmasdi. Sizlarga sabrli bo'lishingiz kerakligini, bir kun kelib ularga hadlarini bildirib qo'yadigan bir ovoz chiqishini aytmaganmidim?" Suhbat anchagacha cho'zildi. Usmonli davlatining tashkil topishidan tortib imperatorlik davridagi chayqalishlar, ortga ketishlar va cho'kish sabablari haqida suhbatlashdi. Shu bilan birga jahon urushlari, mustaqillikka erishganimiz, istiqlolning e'lon qilinishi, xalifalikning bekor qilinishi, inqiloblar, bir partiyalik tuzumdan ko'p partiyalik hayot tarziga o'tish, ta'limdagi o'zgarishlar, musulmonlarning o'zaro siyosiy va boshqa sabablarga ko'ra bo'linib ketishlari, islom dunyosidan tashqarida ham islom dinining borgan sari keng yoyilishi, dunyoga mashhur ba'zi odamlarning islomni qabul qilishlari, shular haqida suhbatlashdi. Vaqt tez oqib o'tayotgan edi. Bu suhbat uyushtirilgan oqshomning ertasi kuni Tayfur ham mahkamadan ozod etildi. 12 sentyabr harakatidan keyin ba'zi do'stlari bilan birga u ham qidiruvda ekanligini eshitish bilanoq borib taslim bo'lgandi. So'roq paytida ba'zi namoyish va mitinglarda qatnashishdan boshqa hech qanday nojo'ya harakatni amalga oshirmaganligi isbot qilingach, oqlangandi. Tayfur miting va chiqishlarda qatnashganiga ming pushaymon edi. Bobosining o'limida o'zini aybdor deb bilardi. Bobosining so'nggi nafasidagi hayqirishlari bir soniyaga bo'lsa-da quloqlari ostidan ketmasdi. Bu vatanni sizdaqalardan qutqarish uchun kerak bo'lsa, yana jang qilaman. Hatto sizning qoningizdan shubha qilinadi, hatto qoningizdan. Haqiqatni tushunib yetgandi, ammo juda kech. Har juma kuni Tohir og'a, Xurshid, Oysha, Hijron, Suatbey, Laylo xonim va Tayfur birgalikda Mulla Ali va Asmo xonimning qabri boshiga kelishar. Ularning aziz ruhlariga yosin, fotihalar o'qishardi. Har ziyorat kuni Tayfur yanada ezilardi. Bir kuni juma tongida Oysha tush ko'rdi. Juda chiroyli bir tush. So'ngra o'sha kuni bobosi va buvisining ziyoratlariga ketishayotganda tushini Tohir og'aga aytib berdi. Tushimda bomdod azoni o'qilayotgan edi. Azon shunday bir chiroyli ovoz bilan o'qilardiki, Allohu akbar nidosi hali ham quloqlarim ostida jaranglayapti. Bobomga tahorat olishlariga yordam berish uchun quduq oldiga yugurdim. Bobom sekin-sekin zinalardan tushib kelar edilar. Buvim, "Begim, ehtiyot bo'ling. Zinalarning mixlari bo'shab qolgan. Oyog'ingizga botmasin", dedilar. Bobom, "Asmo, Asmo, zinalardan mixlar qolibdimi, oyog'imga botadigan", deb javob berdilar. Quduqning boshiga kelganlarida meni ko'rib tabassum bilan, "Qizim, sen qachon bu yerga kelding?" deb so'radilar. Men bobosi tahorat olayotganida suv quyib turgan qizning oxiratda yuzi kularmish dedim. Bu gaplarim bobomga yoqib sekingina yuzimni siladilar. Hijron esa bobomga sochiq tutib turardi. "Bobojon, meni ham duo qiling. Dunyo va oxiratda mening ham yuzim kulsin", dedi. Bobom "Inshaalloh qizim" deb uning ham yuzlarini silab qo'ydilar. Bobom tahorat olayotganlarida oldimizga Tayfur kelib, "Bobojon, biror xizmatingiz bo'lsa menga ayting", dedi. Bobom unga ham tabassum bilan qarab, "Sen namozimiz uchun muazzin bo'lgin. Alloh muazzinlarni sevadi", dedilar. Shu payt uyg'onib ketdim. Tohir og'a, "Qizim, haqiqatdan ham juda yaxshi tush ko'ribsan. Menimcha bu Mulla Alining qabrida rohatdaligi va barchangizdan rozi bo'lganiga ishora bo'lsa kerak. Uka singlingga ham yetkaz. Bobo va buvingiz uchun birgalikda xatmi Qur'on qilinglar.
Bu ular uchun eng katta hadiya bo'ladi, dedi. Tohir og'a bu gaplarni aytar ekan, Tayfur qalbida iliqlik his qildi. Bu hissiyot bobosi uni kechirganiga ishoramikan? Tarjimon Komila Qutbiddinova. Zumar nashriyotiga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur.